Bu qanaqa ishlaydi bilmayman, lekin siz aniq hayron qolasiz. Hozir ekranda siz novogodniy shariklarning rasmini ko'ryapsiz va xohlagan joyingizdan, xohlagan rangingizdagi sharikni tanlab, uni ustiga bundoq barmog'ingizni bundoq qo'yib turasiz, lekin ekranga tegib ketmang. Ana endi mana shu tanlagan sharigingizni eng yaqinidagi ko'k sharikka olib borasiz barmog'ingizni. Ana endi o'sha hozir barmog'ingiz turgan sharikdagi eng yaqin yashil sharikka olib borasiz barmog'ingizni. Ana endi esa mana shu barmog'ingiz turgan sharikka eng yonidagi qizil sharikka barmog'ingizni bundoq qo'yasiz. Hozir shokka tushasiz. Barmog'ingizni oling. Mana shu joyda siz hozir barmog'ingizni qo'yib turgan edingiz. Qanaqa qilib bu tryuk ishlaydi bilmayman, lekin albatta bu videoni do'stlaringizga ham yuborib qo'ying, ular ham sinab ko'rishsin.